Sochli pitsa pirog iftorli dasturxoningiz uchun ayni muddao. Ishimizni un bilan margarinni kroshka qilib olishdan boshlaymiz. 1 chimdim tuz, 1 choy qoshiq razrixlichil. Yana ham to'liq proporsiyani video tagida yozib qoldiraman. 2 tuxumni sarig'i, uyda qolib ketgan smetana bilan qatun aralashtirib olib xamir qilib qo'ydim. Nachinkasi uchun piyoz bilan go'shtni aralash ziravor tuz bilan bir ro'y qovurib olib, dimlamasdan gazdan olamiz. Tayyor tingan xamirimizni bittasini kattaroq, ikkinchisini kichkinaroq bo'lagiga bo'lib olamiz. Katta xamirimizni qolipga qo'yib, ustidan qovurilgan massamiz, ketchup, sho'r bodring, pomidorni chiroyli qilib terib olamiz. Sirimiz mazasi zo'r bo'lsin, cho'ziluvchan bo'lsin desiz, hammalarga Bahadir sirlarini tavsiya qilib qolaman. Tyorkadan chiqqan sirimizni sepib, ikkinchi xamirimizni ustidan yopib, tuxumni sarig'i, kunjut sepib 200 gradusda 45 minutda pishirib olamiz. To'xtang, yurakchani bosib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi. Bilasiz-ku, bu men uchun motivatsiya. Mazasiga gap bo'lish emas, olinglar. Bahadirov sirlarini mozzarellasi endi korzinkada ham topishingiz mumkin. Tril-sitrini ham, hozirni ham ko'rsataman. Bahadirov sirlari nonushtalarga ham, pizzalarga ham, mehmon kutishga ham bemalol to'g'ri keladi. Nafaqat korzinkadan, sirni lavka do'konlaridan ham bemalol sotib olsanglar bo'ladi.